Birinchi sabab qarindosh urug'larida, yaqin qarindoshlarida, ota-onasida, aka-ukalarida allergiyani biror turi namoyon bo'lgan bo'lib, shundan davolangan bo'lsa, allergolog ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi. Ikkinchi sabab birorta dori qabul qilish yoki birorta mahsulotni yegandan keyin o'z terisida qichimani paydo bo'lishi yoki toshmalarning paydo bo'lishi. Mana shu allergologga murojaat qilishga sabab bo'ladi. Uchinchi, tez kasallanuvchi bolalar. U xuddi grippga o'xshab namoyon bo'ladi, lekin isitma bo'lmaydi. Yo'tal, burun oqish, aksi urish sababsiz. Mana shu tez takrorlanib tursa, mana shunaqa bolalarni ham allergologga olib borish bu shu sabablardan bittasi bo'ladi. Birorta ovqatni yegandan keyin nafas siqish holatini sezdi yoki mana uylarni tozalash bilan shug'ullandida, mana shundan keyin o'zida burun oqish, aksi urish, burun bitish, nafas siqish holatlarini sezish bu ham sabablardan bittasi bo'ladi.